Salom do'stlar. Mening ismim Muhammad Ali. Men sizlarga oltin kalitcha ertagini aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir bola o'rmonda sayr qilib yurgan ekan. Bir joyda oltin kalitchani ko'rib qolibdi va uni olib atrofga qarabdi. O'rmonning chekkasida eski bir sandiq turar ekan. Uni yoniga borib, kalitni tiqib ko'rdi va sandiq ochilibdi. Uning ichidan boylik, tilla, pul chiqmabdi. Bir kitob chiqibdi. Kitobning ustida meni o'qigan bola boy bo'ladi deyilibdi. Va bu bola bu so'zni ko'rib hayron qolib kitobni o'qiy boshlabdi. Kun sari bola bilimdon, sabrli va odamlarga yordam beruvchi bo'libdi. Shunda u eng katta boylik bilimligini tushunib olibdi. Qissadan qissa shuki, bolajonlar, kitob o'qigan odam hech qachon yutqazmaydi. Aziz do'stlar, kutubxonaga tashrif buyuring va kitob o'qing. Xayr!